Xalqlar o'rtasida do'stlik va hamkorlik rishtalarini yanada mustahkamlash, madaniy-gumanitar aloqalarni kengaytirish, ko'p asrlik hunarmandchilik maktablarini asrab-avaylash va ularni zamonaviy sharoitlarda rivojlantirish, shuningdek Buxoroning turizm salohiyatini yanada oshirish maqsadida ko'hna va hamisha navqiron Buxoroda 3-chi Xalqaro zardozlik va zargarlik festivali o'tkazildi. Festival munosabati bilan Buxoro-i Sharifga jahonning 50 ga yaqin mamlakatlari hamda respublikamiz hududlaridan 600 nafardan ortiq qo'li gul zardozlar, zargarlar, soha olimlari, faxriy mehmonlar, ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Men Tojikistondan keldim. Hunarmandchilik mahsulotlarimizni taqdim etish uchun ushbu festival yaxshi imkoniyatdir. Qolaversa, o'zaro tajriba almashyapmiz. O'ziga xos do'stlik muhitini yaratib berishganidan juda ham minnatdormiz. Men Turkmanistondan keldim. Zargarlik bilan 27 yildan buyon shug'ullanaman. Biz asosan kumushdan kelinlar va milliy marosimlar uchun taqinchoqlar yasash bilan shug'ullanamiz. Festivalga ham o'zimning eng nodir asarlarimni olib keldim. Boshqa mamlakatlar hunarmandlaridan bu yerda ko'p narsalarni o'rganish niyatidaman. Ustalar bilan ko'rishamiz. Albatta har bir zargarlik yo'nalishida har bir viloyat, har bir davlatning, har bir millatning o'ziga xos maktabi bor. Endi bizning Buxoro zargarlik maktabi o'zining nafisligi, mayin naqshligi bilan ajralib turadi. Festival tadbirlari Buxoro shahrining tarixiy madaniy obidalari bo'lgan Ark qo'rg'oni, Labi hovuz, Poyi Kalon va Nodir Devonbek madrasasi kabi maskanlarda tashkil etildi. Ushbu tadbirlar shaharning boy madaniy merosi va betakror tarixiy muhitini xalqaro jamoatchilikka yana bir bor keng namoyon eta oldi. Salam. My impression of Uzbekistan and Bukhara. Meni Buxoro va O'zbekiston haqidagi taassurotlarim cheksiz. Ayniqsa bu festival sabab men milliyligingizdan bahramand bo'lish imkoniga ega bo'ldim. Bundan benihoya baxtiyorman. I love Bukhara. Festival doirasida zardozlik va zargarlik mahsulotlari hamda boshqa milliy hunarmandchilik namunalarining keng ko'lamli ko'rgazma savdolari, xalq raqslari va folklor jamoalari chiqishlari, qo'g'irchoq teatrlari, konsert dasturlari, mahorat darslari hamda Buxoro moda kunlari 2026 doirasida liboslar namoyishi tashkil etildi. Ark qo'rg'oni maydonida 3-chi Xalqaro zardozlik va zargarlik festivalining tantanali yopilish marosimiga bag'ishlangan tadbir esa uzoq vaqtga tatigulik rang-barang lahzalarga boy tarzda o'tdi. Festival doirasida mahalliy va xorijiy hunarmandlar o'rtasida 12 ta nominatsiyalar bo'yicha tashkil etilgan ko'rik-tanlov ishtirokchilarining ijodiy ishlari 7 nafardan ortiq xalqaro hay'at tomonidan baholanib, qator nominatsiyalar bo'yicha taqdirlandi. Ushbu xalqaro festival O'zbekistonning boy madaniy merosini dunyo miqyosida keng targ'ib qilish, xalqaro madaniy hamkorlikni mustahkamlash, milliy hunarmandchilik an'analarini saqlash va turizm salohiyatini yanada oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.